Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Xalqaro kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti yaqinda Xitoy hukumatining Yaponiyadagi davlat halqon bostirish masalasi haqida bir doklad tayyorlab, Yaponiya hukumatini bu masalaga diqqat qilishga da'vat qilgan. Kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti maxsus dokladida Yaponiyada turayotgan Uyg'urlar, Tibetlar va Mong'ollar, Hongkongliklar va Xitoylardan bo'lib 25 kishini ziyorat qilgan bo'lib, ular hammasi o'zlarining Xitoy hukumati yoqtirmaydigan namoyish, faoliyat va yoki tor suhbatlariga qatnashgandan keyin yo'liqqan peshkanliklari, oila a'zolarining uchirgan besim haqida guvohlik bergan va qo'ldagi isbotlarni ko'rsatgan. Guvohlik bergan Uyg'urlar bo'lsa, o'zlari Yaponiyada Xitoy hukumatining Uyg'urlarga ilib borgan irqiy qirg'inchilikni fosh qilishga munosabatli namoyishlar va faoliyatlarga qatnashgandan keyin Xitoy hukumatining yurtlaridagi oila a'zolarini izlab berib, tahdid qilganligini, undidar orqali telefon qilib, hukumatga norozilik bildiradigan faoliyatlarga qatnashmaslik haqida ogohlantirganligini, Xitoy soqchi xodimlarining Yaponiya Uyg'ur jamiyatining a'zolari va hamda Yaponiyada turayotgan Uyg'urlar to'g'risidagi uchurlarni o'zlariga yetkazib berishni talab qilganligini aytib bergan. Kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti bu vaqtdagi dokladida Yaponiya hukumatiga fikr takliflarini sungan. Bu takliflar Xitoy hukumatining chet ellardagi davlat halqon bostirish paydo qilayotgan tahdidni tonish, bu xil voqealarni doklad qilish uchun bir sistema o'rnatish va bu orqali ularning asos huquqini qo'g'dashga yordam berish, bu xil besimga duch kelgan kishilarga panoh tilash yoki boshqa qo'g'dash usullarini tavsiya qilish, Xitoy hukumatiga Yaponiyadagi davlat halqon bismini to'xtatish haqida ochiq-oshkor chaqiriq qilish qatorliqlardir. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiyadagi vakili Saudjon Mehmet Efendining bildirishicha, Yaponiyadagi Uyg'urlarning Xitoyning bundaq besimlarga uchrash ahvoli bir qadar ig'ir bo'lib, ular bu masalani ko'p qatim Yaponiya doiralariga yetkazgan. Saudjon Mehmet Efendining ko'rsatishicha, Yaponiya hozirgacha Xitoyning iqlimiy huquqini o'g'irlash harakatlarini jazolaydigan bir qism tadbirlarni qo'llangan bo'lsa-mu, ammo texniya kishilik huquq masalalari va josuslik qilmishlarini jazolab boqmagan bo'lib, u bu qitimliq dokladning Yaponiya hukumati uchun bir turtki bo'lib qilishini umid qilganligini aytdi. 13 oktyabrda Olmut shahridagi Cumhuriyetlik do'stlik sarayida Qozog'istonlik Uyg'ur yigit boshlari kuni faoliyati va Qozog'iston Cumhuriyeti kuniga bag'ishlangan yumaloq ustal muhokama yig'ini o'tkazildi. Yaqinqi vaqtlarda Qozog'istonlik Uyg'ur yigit boshlarining ona tilini, Uyg'urlarning milliy madaniyatini saqlash va targ'ib qilish, Qozog'iston jamiyatining madaniy, ijtimoiy ishlarga hamkorlashish va boshqa ishlardagi aktivligining borgan sari o'sayotganligi ma'lum. Bo'libmi, joy-joylardagi hokimiyat o'rinlari bilan hamkorlashib ishlashmi jonlanmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, yigit boshlari birlashmasi Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik etno-madaniyat markazi tarkibida ish olib berayotgan bo'lib, u hozir Olmut shahri, Olmuta va Yetsu viloyatlari, shundaqla Janubiy Qozog'iston, Sharqiy, Shimoliy Qozog'iston, Ahmolla va boshqa viloyatlarda yashayotgan Uyg'ur jamoatchiligini birlashtirdi. Bu yig'inga Cumhuriyetlik Uyg'ur etno-madaniyat markazining raisi, Markaziyindagi yigit beshi kengashining raisi Dolqintoy Abduxalil riyosatchilik qildi. Yig'inda so'zga chiqqan Cumhuriyetlik yigit beshi kengashi raisining o'rinbosari Oktyabr Qurban Niyazov, Olmut shaharlik yigit beshi ittifoqining raisi Mahmudjon Mansurov bir yil ichida qilingan ishlar haqida tafsiliy to'xtaldi. Shuningdek, Olmut shahri jamiyatlik taraqqiyot boshqarmasi milliy munosabatlar bo'limining boshlig'i Nazar Balg'imbayev, Qozog'iston xalqi birlashmasi Oqsoqollar kengashi raisining o'rinbosari Bolat Ospanov, shuningdek joy-joylardagi yigit boshlari, jamoat arboblari, xalqlar birligi, millatlar do'stligi haqida o'z fikrlarini o'ttirib qo'ydi. Olmut shaharlik yigit besh ittifoqining raisi Mahmudjon Mansurov apandi qilgan so'zida tabiiy ofatlar, ya'ni o't ketish yuz bergan oilalarga ham Qozog'istonning shimol rayonlarida kelkin hodisalar bo'lgan joylarga, shuningdek har xil og'riq kasallarga mubtalo bo'lgan kishilarga yigit boshlari ham xonim-qizlar birga bo'lib, xayrixohlik yordamlari sifatida 20 million tangadan ortiq miqdorda moddiy yordam ajratganligini o'ttirib qo'ydi. Yaqinda chaqirilgan Turkiya parlamenti kishilik huquq komiteti tarmog'idagi Islom qo'rqinchi va irqchilikqa qarshi turish komitetining yig'inida navbatda Uyg'urlar duchor bo'layotgan kishilik huquq dafsanchiligi, bo'libmi diniy erkinligining cheklimga uchrashi o'ttirib qo'yildi. Mazkur yig'inda I partiyasining parlament a'zosi bo'lgan Yüksel Selçuk Türkoğlu apandi so'z qilib mundaq degan: "Men Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqchilik, islom dushmanligi va kishilik huquq dafsanchiligi bilan munosabatli masalalarni o'ttirib qo'ymoqchiman. Xitoyning diniy oshqo'llikqa qarshi turish haqida tarqatgan belgilamasiga aqalli diniy faoliyatlarmi cheklangan. Buning xiloflik qilganlar ig'ir jazolanadiganligi yozilgan." Yüksel Selçuk Türkoğlu apandi so'zni mundaq davomlashtirgan: "Sharq Turkistonda ro'mol va chumbal ortish, soqol qo'yish cheklangan.
islom va turklikni aks ettirgan ismlarni qo'yish cheklangan. Qur'on qatorliq diniy kitoblarni o'qish va uyda qo'yish cheklangan. Namoz va duo qilish cheklangan. Bo'libmi davlat kadrlari va 18 yoshdan kichiklarning diniy ibodat qilishi butunlay cheklangan. Diniy ta'lim tarbiya berish cheklangan. Haj ibodatini ado qilish cheklangan. Meyitlarni islom odati bo'yicha yerlik qo'yish, ya'ni janoza namozi tushirish cheklangan. Ro'za tutish va boshqalarga iftor berish cheklangan. Agar bulardan birini sodir qilsa, turma jazosi berildi ekan. 8 oktyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultayining muvaqqat raisi Dr. Erkin Akram, Dunyo Uyg'ur qurultayi bayonotchisi Zumrat Erkin qatorliq 5 kishidan tarkib topgan hay'at Turkiya parlamenti I partiyasining guruh boshlig'i Bug'ro Qovunju va kishilik huquq komiteti a'zosi Yüksel Selçuk Türkoğlu bilan ko'rishib, Uyg'urlarning ig'ir vaziyati va irqiy qirg'inchilik to'g'risida tayyorlagan dokladlarni sungan edi. U mazkur dokladga asosan Turkiya kishilik huquq komitetida bularni o'ttirib qo'ygan. Bu xabar tarqatilgandan keyin 11 oktyabr kuni Xitoyning Turkiyadagi zuvoni bo'lgan CGTN Turk gazeti Selçuk Türkoğlu'dan rivayetler mavzuli xabarga yer berdi. Xabarda parlament a'zosi o'ttirib qo'yganlarning hammasining yolg'on ekanligi yozilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqtisi raisi Abdurashid Abdulhamid apandi bu haqda Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida mundaq dedi. Mencha Turkiya parlamenti kishilik huquq komiteti tarmoqidagi islom qo'rqinchi va irqchilik qarshi turish komitetining Uyg'urlar duchor bo'layotgan kishilik huquq masalasini o'ttirib qo'yishi nihoyat yaxshi ish. Bular bu haqda tekshirish ilib berib, material to'plab, doklad tayyorlab, Turkiya hukumatiga va parlamentiga sunsa, Türkiye hükümeti bularga asasen Xitoy hükümetiga pozitsiya bildirishi yoki bu haqda Islom hamkorlik tashkiloti, Türk davlatlar tashkiloti qatorliq xalqaro so'rinlarda o'ttirib qo'yish mumkin. Turkiya parlamenti kishilik huquq komiteti bu haqda bekli kech qoldi deb o'ylayman. Turkiya parlamenti kishilik huquq komiteti Adolat va taraqqiyot partiyasidan 12 nafar, Cumhuriyet Xalq partiyasidan 6 nafar, Yeşil Sol partiyasidan 3 nafar, Millatchi harakat partiyasidan 2 nafar, İYİ partiyasidan 2 nafar, Mustaqil parlament a'zosidan 2 nafar bo'lib, jami 27 parlament a'zosidan tarkib topgan. Mazkur komitet Turkiya ichi va sirtidagi kishilik huquq dafsanchiligi to'g'risida tekshirish ilib berib, bu haqda doklad tayyorlab hukumatga sundi ekan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.